Mirobod Avenue'da joylashgan xonadonimizni oshxona qismini ko'rib chiqamiz. Bunaqa oshxonani ko'rgandan keyin har qanday ayollar ko'zi qamashib qolishi aniq. Bu xonadonimizni neoklassika uslubida remontdan chiqarganmiz. Mana bu orolchaga e'tibor bering. Buni bizning tilimizda stolichniца desa ham bo'ladi. Uni tepasidagi lyustra ham o'ziga xos premium ko'rinish berib turibdi. Stolichnicamizni shundoqqina yoniga Hoffman'ning 2 yarusli xolodilnigini o'rnatib berganmiz. Juda ham ajoyib. Uni shundoqqina yoniga shkaf ichiga posudomoykani ham joylab berganmiz. Bu ham Hoffman brendidan. Bu oshxonada narsa qo'yishga shkaf yetmaydi degan muammo sizni umuman qiynamaydi. Uni o'rniga bu shkaflarni to'ldira olmaymanmi deb o'ylab qolishingiz mumkin. Bu yerga bo'ladigan bo'lsa mikrovolnoviy pech joylab berganmiz. Uni shundoqqina tagiga duxovka. Uni yonginasida esa isitish sistemasini joylab berganmiz. Bu yerga bo'ladigan bo'lsa 4 kishilik ovqatlanib mazza qilib suhbatlashib o'tirish uchun stol qo'yib berganmiz. Oshxonamizni shunaqa mehr bilan ta'mirlab, kerak bo'ladigan hamma jihozlar bilan jihozlab qo'yganmiz. Bordi-yu, sizga ham xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Videoni tez pochchamga jo'natib qo'ying.